Yazık kaldırıp tuttu. Şuna hazır rezinka koyup veremiz. Kaçan özü rezinka kaçan gitedi. Rezinka kuyaşlıydı. Şundan boladı bunu. En ansat yolunu örgetemem. Lifehack özüyüz 3 şaraytından ham rezinka koyup bilasiz. Gördüyse xeyiminde tiyinde knopka. Bir pesa basasız oldu. Çıktı. Temirni diklab koymanglar, iloji barcha maksimal derecede yapıştırıp koyup turinglar vaqtincha. Şu rezinkani ham farqi bo'ladi. Katta rezinkasi bor, yumshoq rezinkasi. Yine şu yumshoq rezinka. Yine bu elde tarafı. Yine bu bir pes tarafı. Pesi balanti bo'ladi. Bu mashlanishning eng ansat usuli. Uy sharoitidan ham doğru almashaverasiz. Rezinkaları, temirchalarni olib turasiz. Yuqori tarafında özünde xırdlari bo'ladi yine. Yani xırdlari görünüp turibmi? Xırdlari bo'ladi. Bu yuqori tarafni kıstırganda ustanovkasi eminde yani baskan kulakımız. Bu kulak arkasından pes akarak kaladı. Bunu kıstırganımızda eminde xırdı yok taraf bu yine. Bunda xırdı yok tarafını elde taraf yukarı tarafına ildirasiz. Şunu tartibda yine o'zi xırdına tushib turadi yine. Xırd bor. Xırdına tushdi. Simni arka tarafından dikasiz. Simam o'rnashib giradi joy-joyini. Axnadim girdi yine. O'rnashdi o'zida xırd bor. Tushib qoladi, bu sim chiqib ketmaydi. Bu yon tarafini ham shundatib ish qilasiz. O'ng chapi bo'ladi. O'ng taraf kalta bo'ladi arkadaşlar. Chap taraf uzun bo'ladi. Rezinkasi uzun bo'lib qoldi-ku, buni ko'p uzinatib qo'yilmaydi. O'zini standart yine temirning joyi bor. Yine şu temirning joyini shu yerdan qirqiladi. Arkasında sirgan vaqtida iberini o'zida musor tashab ketmaydi keyin. Uy sharoitidan ham bemalol qo'yaverasiz, xudo xolasa yine shuni tartibda chiqdi. Shunday xizmatlar bo'lsa bemalol aloqa chiqib kelaring.